Men tushunmadim. Sen esingga yedingmi? Men seni tanimayapman. Senday o'qimishli qiz, puli bor, lekin o'qishni tashlab ketgan qanaqadir biznesmenga o'xshayapsanmi? Voy, u bilan gaplashsang, fikrlashi o'qiganlarnikidan ham zo'r. O'sha uchun menga yoqdi. Bemalol har xil mavzuda bahslashsang bo'ladi. Xullas juda ham boshqacha. Sevib qolibsan, Dilnoz. Sevgini ko'z ko'r bo'ladi deyishadi. Ehtiyot bo'l. Voy, sen Davron akamni bir ko'rgan. Keyin meni gaplarim rostligini bilib olasan. Bu borada fikrimiz boshqa. Lekin sen shoshyapsan. Senga maslahatim yana bir bor o'ylab ko'r. Sen shunaqa deysan-u, lekin yuragim Davron akani tanlab olgan. Buni qanday oyimga aytaman, hali bilmayman. Ular oyimlar qizimni o'qiganga beraman deb sovchilarni qaytaryaptilar. Shu uchun bu gapni qanday aytaman deb o'ylanib o'tiribman. Oying to'g'ri fikrdalar. To'g'ri, odamni o'qigan yoki o'qimaganga ajratib bo'lmaydi. Hammaning imkoniyati har xil, lekin ilm olishni, kitob o'qishni yaxshi ko'radigan oila boshqacha bo'ladi.